Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Biz oldingi darslarimizda antagonez mavzusi bilan tanishgandik. Antagonezni 3 ta tipi bor edi: lichinkali, lichinkasiz va ona qornida rivojlanish. Antagonezni 2 ta davri bor edi: embrional rivojlanish va postembrional rivojlanish. Embrional rivojlanish bu embrionni ona qornida yoki tuxumda rivojlanishini misol keltirishimiz mumkin. Postembrional davr esa embrion tug'ilgandan keyingi hayotida bo'ladigan o'zgarishlarni misol qilib keltirishimiz mumkin edi. Demak, postembrional rivojlanishni o'zini 3 ga bo'lgandik: yuvenil, yetuklik, qarilik. Yuvenil bosqichni esa 2 ga bo'lgandik: bevosita va bilvosita. Endi bilvosita rivojlanishni misol keltiradigan bo'lsak, bu yerda L harfi bor. Qarang, lichinka bilan ketadigan rivojlanish bilvosita rivojlanishga misol bo'ladi. Masalan, baqani oladigan bo'lsak, baqada tug'ilganda tuxumdan chiqqan avlod umuman baqaga o'xshamaydi va uni itbaliq biz lichinka deymiz. Demak, L harfidan biz bilib olishimiz mumkin. To'liq bilvosita rivojlanishda, demak, ona tuxumdan chiqqan farzandi onaga o'xshamaydi va lichinkalik davri ketadi. Va bilvosita rivojlanishni o'zi ham progressiv va regressiv bo'lishi mumkin. Masalan, progressiv degani yuksalish. Bunga biz boyagidek baqani misol keltirishimiz mumkin. Regressivga esa biz assidiyani keltirishimiz mumkin misol qilib. Regressiv degani tubanlashish degan ma'noni bildiradi. Ya'niki assidiya lichinkalik holatida unda turli organlari rivojlangan bo'ladi va lekin asta-sekin katta bo'laverib, voyaga yetish jarayonida assidiya o'tiroq holatga kelib qoladi va ayrim organlari tubanlashib, yo'qolib ketishiga olib keladi. Biz hasharotlarni ham bilvosita rivojlanishga kirgizishimiz mumkin. Ularda to'liq metamorfoz va chala metamorfoz ketadi. To'liq metamorfoz bo'lish uchun, demak, tuxum, lichinka, g'umbaklik va yetuk hasharot bo'lishi kerak. Chala metamorfoz bo'lishi uchun esa tuxumdan chiqqan lichinka g'umbaklik bosqichini o'tamaydi. Ya'niki tuxum, lichinka va yetuk hasharot holatda bo'ladi va lichinkasi onasiga o'xshaydi, lekin ozroq kichkinaligi, hajm va rivojlanish jihatdan ona organizmdan farq qiladi. To'liq metamorfozda, demak, tuxumdan qurt chiqadi, biz uni lichinka deymiz. Qurt g'umbak bosqichini o'tashi kerak bo'ladi. Hozir biz karam kapalagini lichinkasi bilan tanishamiz. Demak, karam kapalagining g'umbaki bilan tanishamiz. Karam kapalagi tuxumini barglarga qo'yadi, qurt undan oziqlanadi va vaqt o'tgandan so'ng qurt g'umbaklik davrini o'taydi va g'umbak ham vaqt o'tagandan so'ng yetuk hasharot kapalakka aylanadi. Quyida biz karam kapalagining g'umbagini ko'rib turibmiz. Bu karam kapalagining g'umbagi, demak, tuzilishi jihatdan ona organizmiga o'xshab ketadi sekingina qarasak, chunki bunda 8 ta qorin qismida 8 bo'g'imdan iborat bo'ladi va uni ko'zlari ham ko'rinib turibdi. Ustida bir juft mo'ylovlarni ham ko'rishimiz mumkin va bu yerda uni qanotlari taxlangan holatda turibdi. Bu kapalak qurtlik davrida to'plab olgan ozig'i hisobidan yashaydi va to yetuk hasharotga aylangunga qadar oziqlanmaydi va uning ichida bir qancha murakkab o'zgarishlar ketadi. Faqatgina u qorin qismini qimirlatib qo'yadi, xolos. Harakatlanmaydi ham hattoki. Mana bu yerda hozir qorin qismini harakatini ko'rishimiz mumkin.